Oyijon, g'alati joyli ekan-a. Ko'p gapirma, tez yur. Hozir o'chirtimiz o'tib ketadi. Kuyovingiz shu bolami? Kuyovim shu bola. Buni nimaga o'qish kerak? Qizimdan o'zgani ko'zlari ko'rmasin. Qulog'i kar, dili soqov bo'lsin. Qizimni etgan degan bo'lsin. Tushundingizmi? Haligi uydagi ukasini ham uydan haydab solsin kuyovim. Ha? Qizim uyda xuddi malikalardek yashasin. Bo'ldi. Sizni tushundim. Lekin Kuyovim uchun, ukasi uchun. Maysuni yarmini kuyovingizga ichirib, yarmini qo'liga sepib borasiz. Yangisi. Oyijon, bu suvni nima qilamiz? Ozginasini eringga ichirasan, qolganini uylaringni burchlariga sepib chiqasan. Tezroq ketaylik, oyijon. Qo'rqinchli joyli ekan. Yur, nimaga qo'rqasan? Yur. Ha, oyijon. Ha. Fantaga qo'shib beryapman. Adasi, Xo'p. muzdakini ichib oling. Xo'p. Oxirigacha. O'zbekiston bilan Eronni ikki o'ynab qo'ygani qara. Qorni boshliq, onasi ovqat yemoqmi? Obke. Yo, ovqat qilmadim. Ana, xolodilnikda u narsa bo'lsa olib yeb o'tiravering. Xo'p. Aka, lekin sizga unaqa muomala qilsalar indamayapsiz? Yomon gap gapirmayapti-yu. O'zim ham bilmadim. Jonimga tegdi shuni kirlari. Shu boqmanda ukangiz jonimga tegib ketdi. Agar meni desangiz, uni uydan haydab yuborasiz. To'g'ri aytasan. O'zi uchun ozgina o'zi harakat qilsa, bo'ldi. Hozir hal qilaman. To'g'ri, ukamsan. Lekin yosh bo'lmayapsan. O'zing uchun o'zing harakat qilishing kerak. Mani to'g'ri uchun. Ket uydan. Ha, aka, men shu kunni kutib turuvdim. Tushunmadim. Mana. Mana o'zingizcha bitta ko'ring. Ha, oyijon. Ha. Fantaga qo'shib beryapman. Tushunmadim. Aka, borib hammasini surishtirdim. Baliq boshidan sasirgan. Ona bola polni sizni issiq sovuq qilishar ekan. Shuni menga valiroy etmabsan-da. Ushlab turish telefoningni. Chiqma bunda. Adasi, Tarbiya bergan ota-onangni oldiga gapirishma. Tush oldimga. Onnayni san. Yur tutam. Shu kungacha mana qizingiz xotiningiz bilan qo'shib meni ish qilar ekan. O kuyov bola, o'ylab gapingizni gapiring. Men hamma gapimni o'ylab gapiryapman. Mana qizingiz sovuqni kuchi bilan birinchidan ukani oqibatini bizdi. Menga qarang, qachongacha men ukangizni malay bo'laman, ha? Qarang, kirlarni qachon qasishotga uyib qo'yadi. Jonimga tegib ketdi. Hoziroq ukangizni haydaysiz. Tushundingizmi? Haydaysiz. Hozir gaplashaman. Aka, o'ylab gapiryapsizmi? Kech bo'lganda qayerga boramanmi? Men senga yo'qoldim. Sizni uyingizda emas, ota-onamdan qolgan uyda yashayotgandim. Sizga Xudodan qaytsin. Mana qizingiz har kuni mamini ichib oling, mamini yeb oling desa, men buni sovuq qilayotganini bilmasdan, mehribonchilik qilyapti menga ayolim deb yeb ichib urinma. Otajonisi. Muzdakgina ichib oling. Xo'p. Oxirigacha.
joyi kelsa eriga kuruyda turmaydigan gaplarni gapiradi. Lekin men endi olmayman. Nega unaqa bo'layotganini shu kungacha o'zim ham bilmaganman. Onasi, u bu narsa pishirdingmi? Odamni qorni ochdi-yu. Men sizga malaymanmi? A? Ana muzlatgich to'la ovqat. Xohlaganingizni olib yeng. Men ham ishdan charchab kelganman. Xo'p, Otajon, nima oyim sizga baqirsalar indamaysiz? o'zim ham bilmayman qizim. Keyin bilsam, ikkita ko'zimni ko'r, qulog'imni kar, tilimni so'q o'qib qo'ygan ekan. Shularni hammasi mana ikkilovini qilgan. Suv so'g'isini kuchga. Banu, boshdan sasirka. Endi qizingni olib, o'zing yursin. Menga suv sovuq qilib, oxiratini kuydirgan ayol kerak emas. Senga javob. Voy, yig'lama qizim. Voy, asalim o'zimmi. Ketsa ketar. Adasi parvo qilmang bu gaplarga. 2 kunda hali yalinib qaytib keladi. Ha? E'tibor qilmang gaplariga. U chirchakagini iblis. Voy, Hozir kuyovim gapiryapti. Meni butun hayotim ko'zim oldidan o'tdi. Yo'qol uyimdan, shaytonning urg'otisi. adasi? Yo'qol dedim senga! Yo'qol! Iblis!